xamir hasip qilmoqchimiz. Xudo xohlasa. Mana qiymalarini tayyorlayapmiz. Xamirimiz tayyor. Qaynatilgan guruchni qo'shib olamiz. Aralashtirib, tuz, ziravorlar qo'shamiz, kerakli. Qiymani aralashtirdik. Endi sekin xamir yoyishga o'tamiz. Xamirni yoyib olamiz. Mana yoyildi xamirimiz. Endi sekin kesib xamirni yog'lab olamiz. Vertga o'xshab tugamiz. Mana xamir hasiplarimizni tugilgan xamir hasip 40-45 daqiqa davomida pishiramiz. Xamir hasipimiz tayyor bo'lib qoldi. Xamir hasipimiz tayyor bo'ldi. Yoqimli ishtaha.